Assalomu alaykum aziz aka-ukalar, sog' salomatmisizlar? Xudo xohlasa biz navbatdagi darvozamizni ham chiroyli holatda olib kelib ustanovka qildik. Bu darvozamizda O'zbekiston tumaniga olib kelib, Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga olib kelib ustanovka qilganmiz. Darvozamizning razmerlari keladigan bo'lsak, devordan teparogacha bo'lgan masofada endi 4 metr, bo'yi 360 razmerda tayyor bo'lgan. Xo'p, listlari 1.8 lik birinchi qavat, yarim 2 qavat bo'lgan. Birinchi qavat listlari 1.8 lik list bo'lgan. Bu birinchi qavat, ikkinchi qavat joylari 1.1 lik list bo'lgan. Shu joylar o'tib bo'lgan. Shu izolyatsiya qilingan shu joylari. Yonnorliklarga keladigan bo'lsak, yonnorliklari 8 ga 8 profilli 1.7 lik qalinligida bo'lgan. Tag qismiga mashina o'tadigan joyga 8 lik shvillar qo'yib berganmiz. Tepasiga 8 ga 4 profil qo'yib berganmiz. 50 sm joyini ochilmaydigan qilib berganmiz. Xohlovchilar uchun buni ponni lazerdan gul qilib ham havo o'tadigan qilib berishimiz ham mumkin. Xo'p, qovurg'a profili, ichki profillari 6 ga 4 1.5 lik qalinligida bo'lgan. 1 kvadratini 950 mingdan tayyorlab berganmiz. Agar kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, biz ekranning pastida nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bu arqa holatlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana zamoklarini ham yaxshisidan qo'yganmiz. Mana ochib yopilishlariga ham baho berib qo'yasizlar. Mana arqa holati juda ham chiroyli chiqqan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ma'lumot berish bepul. Xohlagan darvoza turida ma'lumot beraveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.